uyga, o'zlikka qaytish manzilidamiz. Bu shunchaki qaytish emas. Bu qaytish ba'zida og'riqli, ba'zida quvonchli bo'ladi. Ba'zan eslaging kelmagan xotiralar bilan to'qnashasan. Ba'zi xotiralar uchun esa taqdirdan minnatdor bo'lasan. Bugun Farg'onaning aziz farzandi, xalqimizning shundan sevimli xonandasi Ahror Usmonov bilan uyga qaytamiz. Borgan sari shodon yelib yurar edik avvallari. Endi umr g'amxonadir borgan sari bizga bahor begonadir borgan sari ko'nglimiz ham vayronadir borgan sari. Hormaylar bolalar, hormaylar. Voy. Qani. Voy, malades. Futbol o'ynayapsizlarmi? Qaysi komandaga balet qilasizlar? Realmi? Realni varatarini ismi kim? Oti nima? Kurtova familiyasi bu. Aha. Tibamidi? Oti nima edi? Kurtova. Voy malades. Yana kimlar bor Realda? Realda o'ynaydim bu. Qani? Sen kimgasan? Realmi? Voy malades. Real. Men ham Realga balet qilaman. Qizim sanchi? Real. Real. Voy malades. Sizlar qaysi uyda qayerda sizlarni? Kimni qizisan? Salamatni? Voy Salamat. Sanobarni qizimisan? Ha. Bu olcha sizlar kim bu? Bir paytlar yoshligimizda mana qo'shnimning uyi. Mana shu yerda tut bo'lardi. Tutni o'rniga mana anjir ekilgan. Mana bu olchalar qarang qancha katta daraxt bo'lib qolibdi. Mana bolalarni men hozir tanimayapman. Qo'shnimmi? Alloh rahmat qilsin, Odil akammi? Nevaralari bular. Shunaqami? Odil akam yaxshi insonlar. Otam rahmatlining shogirdi bo'lgan Odil akam, qo'shni. Mana bu ham qo'shnilarimiz. Ravshanboyda Alloh rahmat qilsin. Ravshanboyda kimsizlar? Ravshanni tanimaysizlarmi? Sen uying qaysi? Mana shu uyda Ravshanni uyda bu. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Ravshanni uyda bu, ha, Ravshan. Ravshan taniysanmi, sen yo'q deyaptilar. Qayerdan kelgan bular? Ravshan tanimasmi bu? Taniyapmi? Voy malades. Mayli, sog' bo'linglar. Ana shunaqa gaplar, qarang. Mana shu meni qo'shnim, bir devor qo'shnim. Mana meni uyim. Ota hovlim. Vatanim, vatan ostonadan boshlanadi deyshadi. Mana meni ostonam. Endi hozir uyda ozgina ta'mirlash ishlari ketyapti. Otam rahmatli qurgan uy turuvdi. Tegmay turdim, nima bo'lar ekan? Turar dedim, mana yomg'irda ozgina bu qilib endi shuni qaytadan qurish sharoiti tug'ildi. Mana uy to'la sementlar, mana ustalar ishlashyapti. Ahror aka, mana shu tut e'tiborimni tortdi hovliga kirganimdan buyon. O'zi bog'ingiz juda go'zal, lekin bu tut ko'p yillik tutga o'xshaydi. Shunaqa biz tug'ilganimizda ham bu tut bor edi, yoshimiz Sizdan katta demak yoshi? Yo'q, bizdan ham katta. Men o'ylaymanki, otam rahmatlidan ham katta deb o'ylayman.
juda eski tut, bu juda katta shoxlari bor. Mana bu tarafi bir marta endi sal nima deydi? Shamol ko'p bo'ladi bizda. Yana shunchalik bu shamollarga chidayishadi bu daraxtlar, bu yerdagi daraxtlar shamol bilan mustahkam bo'ladi. Bunaqa shamolda agar shamoli yo'q joylardagi daraxtlar sinib ketadi ko'p joylarda. Bu yerdagi daraxtlar hammasi shamolga moslangan. Shunga qaramasdan mana bu tarafdagi katta shoxi bor edi. Mana katta shoxi yaxshi pastda mashina turmagan ekan. Shu og'darilib tushdi endi. Bu yog'ini kesganmiz. Endi mana shu holat qoldi. Boshqa 2-3 ta shoxlari ham o'sha shamoldami yoki bir yoshi o'tgan sari tektalari qurt tushganmi, yeganmi, sinagan tekta joylar olib tashlaganmiz. Endi mana qarangki quchog'i yetmaydi. Olib qarang. Bir katta shu mahallani katta tuti bu. Eski menimcha otamni onalari ham ko'rgan bularni. O'sha 40-yillar, otam rahmatli 39-yil tug'ilgan bo'lsalar, o'sha paytdagi tut bo'lsa kerak deb o'ylayman. Katta bu. Endi buni kesib turib sanash kerak-da. O'shanda bilinadi. Bu yoshligimizda aqlimizni tanibmizki shu tut bor. Shu tut bor. Shuni soyasida o'tirib, buni soyasida Botir Zokirov o'tirganlar. Mana shu yerda, mana shu uyni tagida mana hozir ta'mirlash ishlari ketyapti uyimizda. Ozgina ta'mirlab qo'ymasak, ancha eskirib qoldi. Otamni mehnatlari deb qarab muzeyga o'xshatib nima qilardi-ku. Endi baribir ob-havo yog'ingarchilik deb mana bu taraf nima bo'ldi? Urinib qoluvdi shunga endi. Yangilab qo'yish istagida mana bu taraf agar ko'rsanglar mana ustalar ishlashyapti, beton qilishyapti. Bu yoqda men ozgina o'zimiz qo'ldan kelgancha bir narsa qilmoqchi. Mana shu yerda so'ri, bizda so'ri deydi, Toshkentda kalovat deydi. Mana shu yerda Botir aka Zokirov mana shu yerda o'tirib, ana kachalkamiz bor hali, suv chiqargan. Shu suvdan mazza qilib qo'llarini, yuzlarini yuvib, mazza qilib mana shu yerda mana duo qilganlar. Mana shu tut guvoh. Bari yoshligimizda yallani qo'shiqlarini eshitganmiz. Haligi yallani qo'shiq Torimning siri, o'sha eski qo'shiqlar, Nargiz Bayxanovani sen bo'lmasang yonimda, tog'lar oshib, bog'lar oshib, eski qadrdon yalla ansambli, qanaqa qo'shiqlar moda, Majnun tollar, qanaqa moda. O'sha paytda biz yaxshi ko'rgan butun el, butun xalq yallani yaxshi ko'rdi. Va albatta Botir akani ham katta o'rni bo'lgan. Botir Zokirov arab tangosini aytib, butun SSR paytda Moskvada o rusu boshqa millatlar hammasini yig'latgan. Biz o'zimiz Moskvaga armanni tug'ilgan kuniga borib, Botir Zokirov qo'shig'i bilan boshlaganimizda butun zal, butun o'sha tug'ilgan kun egalari armanlar bo'lgan. O'shalar mazza qilishdi-da. Botir Zokirov hamma yaxshi ko'rgan. 1979-yili u payt esimda, 1979-yili mana shu san'at bayramida men laureat bo'ldim, 3-o'rinni oldim. Rubob, Qashqar rubob bo'yicha. Respublikada. Shunda dadam rahmatli endi har do'sti birodarlariga mehmon kelib qolsa, mana meni o'g'lim laureat bo'ldi desalar, hammasi voy malades, baraka topsin, voy malades desa, endi maqtovlarni eshitib yurganman-da. Botir akaga ham shunaqa dedilar. Men hozir kutib turibman. Hozir Botir aka ham meni maqtasalar kerak dedim. Ha, shunaqami? Laureat bo'ldingmi dedilar. Men endi ha dedim. Sen bitta narsani eshitib qo'y bolam dedilar. Respublikada laureat bo'ldingmi? Ha. Agar sen dunyoni laureati bo'lgan taqdiringda ham ota-onangni, do'stlaringni, qarindoshlaringni, jigarlaringni, muxlislaringni hurmat qilmasang, bir tiyin dedilar. Shuni suvga tushgan mushukdek bo'lib qoldim, hali gapni eshitib. Sezdilarda, xafa bo'ldingmi dedilar. Bunday qilib o'tirdim. Och qo'ling dedilar.
qo'lim ochsin. Ilohi amin. Ilohim o'zbek millatimizni, o'zbek san'atini va butun o'zbek san'atini hurmat qiladigan barchalarni sevimli san'atkor bo'lganda bitta duo qildilar. Keyin o'zlarini rasmlari, afishalar, rasmlarini tagiga dastxat qo'yishlarida o'zlarining rasmlarini qilib o'zlarining rasmlarini solib qo'l qo'yadigan nimalari bor ekan. Qo'l qo'yib berdilar. O'sha afishani men Farg'ona san'at bilim yurtiga borib o'qish mobaynida devorimga osig'lik turdi o'sha. Kimlardir ishondi, kimlardir ishonmaganlarga yalla borganda men ularni hammasini konsertga olib kelganimdan keyin ishonishdi. Xullas kalom ustoz san'atkorlarni ko'plarini duolarini olganman. Bu bilan men mana Botir aka birinchi shu duo qilgan Botir aka bo'lsa, albatta ustoz Sherali Jo'rayevni gapirmasak bo'lmaydi. Va boshqa hamma ustozlarning duosida bo'lganmiz, bo'lib kelyapmiz. Keyin yana bir narsani aytmasam bo'lmaydi. Bizni Kirov rayon bo'lgan ilgari hozir Beshariq tumani qaysi san'atkor kelsa konsert bergan. Masalan, ilgari estrada nimalar, ansambullar, Navruz, Navo, yana boshqa ansambullar. Qaysi bir san'at ahli, ustoz san'atkorlar Beshariqqa konsert qo'ygani kelsa, hammalari bizning xonadonimizda mehmon bo'lishadi. Sababiki otam rahmatli san'atni juda sevgan san'atkor, ustoz san'atkorlarni uyimizga mehmon bo'lib kelishligini va mehmon qilib jo'natishlarini juda yaxshi ko'rardilar-da. Bizning xonadonimizda Sherali Jo'rayev xizmatda bo'lganlar, o'sha xursandchilik kunimizda yerda bo'lganlar. Bizning xonadonimizda Tohir Malik har doim shu vodiyga o'tganlarida 3 kun bizning xonadonimizda mehmon bo'lardi. Yoki u yoqdan Andijondan qaytib kelyapti turib, albatta bizning xonadonimizda 3 kun mehmon bo'lardilar. O'sha kunlarda albatta eslaymiz. Va sizning san'atkor bo'lishingizda ham to'ppa-to'g'ri. Men o'shanda havas qilganman. Xudo xolasa men ham san'atkor bo'lsam, meni ham xonadonimda atoqli, o'sha taniqli san'at ahli xonadonimda bir piyola choychi mehmon bo'lsa, bu men uchun faxr deb harakat, bu rag'bat bu. Otamning bu qilgan ishlari bu men uchun rag'bat bo'lgan. Shuning uchun Ahror Usmonov bo'lishimga avvalo Alloh taolo va ota-onam. Otam shu holatimda yurdi, onam. Shuning uchun ota-onalarimiz sog' bo'lsin, o'tganlarga Alloh rahmat qilsin. Saçdı közüm oldu ziraat Lale demegil kimdili Kurban ibadet Veysini bükün taatidin Eyleme aşkı Meşuk sıfatı yazmavi Ustar ibadet Veysini bükün taatiden Eyleme aşkı Meşuk sıfatın yazmavi Ustar ibadet Meşuk sıfatın yazmavi Ustar. Hozir men bekorga bu yoqqa kelmadim. Bu joy mana uyimdan chiqib hovlimdan bu yoqqa chiqib bu yoqqa kelishimning sababi shuki, mana shu soy bo'lardi mana shu. Soy kengligi 4-5 metr bo'ladi. Haligi soyda katta baliqlar ushashardi. Mana shu katta baliqlar bo'lardi. cho'milib baliq tutib Shu soyda biz cho'milardik. Shu soyda baliqlar ushashardi. Shu soyda qani
Endi qarang. Ming afsuslarki mana shu katta 5 metrlik soyimizdan mana shu qoldi. Mana shu qoldi mana. Rostdan baliq bo'lganmi shu yerda? Bu soy bilasizmi? Mana shu yergacha mana shu juda katta soy bo'lgan. Keyin ichidan turpoqlarni olishib mana shu holga keldi mana. Kichkinagina irmoqchaga aylanib qoldi. Mana shu yerda men baliq ushlab o'tirganimda, o narigi taraf ko'rinib turadi, o narigi taraf. Bu yoqdan kelaverish. Keyingi tomondan kim kelib, kim ketayotgan Bu yo'q, katta yo'l, poyezd yo'li bormi bizda? O poyezd yo'li, o'sha poyezd yo'lidan kiraverish ko'rinib turardi. Baliq ushlab o'tirdim. Otam rahmatliga men otajon menga rubob olib bering deb 1 yilmi, 2 yilmi rosa shu yalinganman. Endi otam rahmatli meni bu o'tkinchi havas bo'lsa kerak deb yurdilar-da. Yurishimda ham, turishimda ham, o'tirishimda ham ertalab ham, kechqurun ham, kunduzi ham, kechasi ham otajon, dadajon rubob olib bering deb yalinib yurganimdan keyin kunlardan bir kuni o'sha yerda baliq ushlab o'tirdim. U taraf ko'rinadi, bu taraf. Ne ko'z bilan qarayki, bizda ilgari mashinani o'rniga mototsikllar bo'lardi. U paytda mashina har kimda ham bo'lmasdi. Qarasam mototsikl, Vasxod mototsiklda dadam orqalarida onam rahmatli bir qo'llari bilan otamni ushlab, bir qo'llarida rubob ushlab kelayotganini mana shu yerdan ko'rib qarmoqni ham qarmoqni tashab mashina qasiga yugurib chiqqanman-da. Mana shu joyga kelsam o'sha payt esimda chiqdi. Birinchi rubobingizni kelishi Mana shu yerdan ko'rganman o'sha birinchi rubob. Onam rahmatli qo'llarida otam bilan birgalikda olib kelayotganlar. Mana shu soy 5 metr kamida bo'lardi. Endi qarang mana. O'shaning uchun bu qo'shig'im bor. Asl kimligingni bilmoqchi bo'lsang, do'stim, o'tmishingga birdam nazar sol. O'sha iloji bo'lsa men sizlarga bir tavsiya qilaman, bir eshitib ko'rsanglar. Ahror aka, Farg'ona va farg'onaliklar haqida gap ketganda, birinchi navbatda Farg'onaning go'zal tabiati, yashilligi va o'sha farg'onalik insonlarning samimiyati gapiriladi. Umuman yashil o'lkada inson bir stressga ham tushmasa kerak. Umuman siz yolg'iz qolganingizda nimalarni o'ylaysiz va mana shu yashillik, mana shu samimiyat dardingizga davo bo'la oladimi? Men o'ylaymanki, bo'lsa kerak. Endi har holda energiyani daraxt oladi degan ba'zi bir tibbiy nazariya ham bor. Ba'zi bir odamlar juda ham balki bir qanaqadir bir asablari yoki bir qanaqadir bir yana bitta tepaga tepar ekanman, ha? Qani yana bitta. To gol bo'lguncha uraveramiz. Va alaykum assalom. Qani? Voy, молодцы, молодцы, молодцы. Bundan keyin mana boshlanishdan keyingi sinflarda sekin-sekin bilim ola boshladik. Mana shu biz hozir birinchi o'rta maktab, men o'qigan o'rta maktabga qadam ranjda kirdik. O'zgarganmi maktabingiz? O'zgargan. Biz ilgari bu yoqdan kelardik. Endi bu yoqda qanaqadir qurilishlar bo'libdi. Endi hozir eshik bu yoqdan bo'libdi. Men ancha bo'ldi kelmaganimga. Mana hozir bu eshikdan birinchi marta kirib, endi baribir nima bo'lsa ham shu
maydon, o'sha nima deydi, atmosfera. Men o'sha yoshlik paytimdagi nimaga qaytdim men hozir. Men hayolimda hozir o'sha maktab paytimdagi jarayonda yurgandek bo'lib turibman-da. Hayolimda hali o'tib ketgan ustozlarimiz hali hayot tirik yurishibdi. Hozir qo'ng'iroq chalinadi. Qo'ng'iroq chalinsa shoshilib kechga qolmasdan o'z vaqtida o'sha xonaga kirib o'tirishga harakat degandek, darslarga bo'lgan mehr, muhabbat, sinfdoshlar bilan birgalikda qanaqadir bir bahamjihatlik, partadoshlar bilan o'ziga yarasha suhbat, sinfdoshlik va boshqa parallel sinfdagilar bilan munosabat va albatta nima deydi, yoshlik, beboshlik, sho'xliklar degandek o'sha davrga men qaytdim. Sho'x bo'lganmisiz? Juda sho'x bo'lganman. Odatda a'lochi o'quvchilar uncha sho'x bo'lmaydi-da. Endi bo'lishadi. Siz sho'x boshida men ozgina to'polon qilib lineyka bo'lardi. Bir voqea bo'lsa shu yangiliklarni hamma bilish uchun lineyka deyishardi. Hammaga men bir sho'x bola bo'lib chiqishga to'g'ri kelgan bir sabab bo'lganda. Keyinchalik mana san'at meni ezgulikka chorladi. San'at meni qanaqadir muhabbatga boshladi. San'at meni hayotimni o'zgartirib yubordi. Hozirgi Ahror Usmonov bo'lishimizga sababkor bo'ldi shu san'at yo'li. Agar san'atga kirmaganimda o'sha to'polonchi bola bo'lib, ehtimol qaysi ko'chalarda qanaqa qilib yurgan bo'lishim mumkin edi. Umuman o'qituvchini farzandi bo'lish qanaqa mas'uliyat? Endi bilasizmi, bu bir tarafdan bir maza ham qilasiz. Onam rus tilidan dars berganlar. Faqat bu maktabda o'qib yurgan paytimda boshqa maktabda dars bergandim. Men o'qituvchiga qanchalik qiyinligini men uyimdagi onamni yozayotgan konspektlar, yarim tunga qadar konspekt yozardilar-da. Yarim tunga qadar bolalarni o'sha o'quvchilarning daftarlarini tekshirardilar. Uyqulari kelgan paytlarda qo'llaridan ruchkalari tushib ketgan paytlarni men ko'rganman-da. Men hattoki aytganman, onajon keling, men yordam beray sizga deb. Bir kun ko'p xatolarga yo'l qo'ygan bo'lsa, men endi onamga yordam berish istagida tuzata qolay va ba'zi bir nima o'sha xatolarini deb qizil ruchkada ko'p xato bo'lgani uchun onamdan dakka eshitganman. Sen nima qilib qo'yding? Men bunga faqat 2 qo'yishimga to'g'ri keladi endi. Men ko'pchiligini ko'k ruchkada to'g'rilardim-da, bir 4 qo'yardim. Ana o'qituvchining daryoligi. O'sha bolalar ko'ngillari og'rimasligi uchun shu 4 juda bo'lsa 3, agar qoniqarsiz bo'lsa 3. Ammo bunga endi faqat 2 qo'yishim kerak. Bolam nima qilib qo'yding deb tanbeh berganlar. O'sha onamga qanchalik qiyinligini, o'sha o'quvchilarga bo'lgan mehrlarini o'shanda ko'rganman. Men bitta 8-sinfni bitirib ketganimdan keyin onam bu yoqqa kelib dars berganlar. Men onamni darsda o'tirmaganman, lekin onamni holatlarini uyda men ko'raman. O'qituvchining holatini, o'qituvchiga qanchalik qiyin. Aziz sinfdoshlarimiz, xush kelibsizlar, xush ko'rdik, xush keldik hammamiz. Bugun qarangki, maktabni bitirganimizga 43 yil bo'pti. Sizlarni 10-sinfni bitirganinglarga 43 yil, meni
sinfni bitirib ketganimga, sizlar bilan birga o'qib, o'sha 8-sinf bitirib ketganimga 45 yil bo'ladimi shunda? 45 yil oldin mana shu xonalarda, mana shu sinf xonalarda birgalikda bilim olganmiz. Ahrorjon o'rtog'imiz, xudo xolasa mana shu sinfda 10 yil birga o'qib, mana shu birinchi partada 8 yil birga o'tirib, mana shu birinchi partada o'tirganmiz. O'sha paytda ham aktiv, mana klasskom bo'lishgan. Mana hatto musiqa maktablarida ham birga borib qatnab o'qiganmiz. Vimpillar olganmiz. Keyin mana shu maktablarda har bitta tadbir Ahrorjonsiz o'tmas edi. Ahrorjon har doimgidek ashulachi. Mana shu yerda qizlarim ham boshliqda o'yinchi bo'lganmiz. Bayramlarda o'yinga tushib ashulalar aytib, u paytlar endi boshqacha bo'lgan shekilli. Aktiv bo'lganmiz hammamiz, mehribon bo'lganmiz. Dalalarda ashula aytib yurishar edi. O'zida bor edi. Bu 5-chi, 6-chi, 4-chi sinfdanoq rubob chalib qiziqish bor edi. Yana bitta qiziq voqea Ahrorjon, biz Beshariqda sentrida yashasak, siz Shabada qishloqdan kelasiz deb kalaka qilardik. Da to'g'risi shu yoqdan keladi-yu, u paytda o'sha Shabada chekka qishloq bo'lgan, dalalar bo'lgan. Aylanib urgilib, mana vaqtlar zamonida Zayli bilan o'sha Shabada qishloqda men o'zim yashayapman, bu Toshkentlarga ketib qoldi. Bir uchrashdik, o'sha yerga ko'chib kelganimda, men shu yerda yashayapman. Meni kalaka qilardingiz-ku, o'zingiz kelib qolibsiz-ku deyishgan gaplari mana hali hamon esimizda. Endi yoshlikni eslasak, o'zimni nima qilmadim, men Rustamjon Hojiyev bo'laman. Shu birinchi B sinfdan Ahrorjon bilan 8 yil birga o'qiganmiz. Shu nima qattiq nonni yemaganmiz. Paxtalarga chiqib paxta terganmiz. Paxtada Ahrorjon ko'proq kartoshka pishirib kelardik, yaxshi pishirilardi. Shu yeb qo'yardik nimasini, kelmasdan turib yeb qo'yardik va achchiq kartoshka nimasi bilan ovqat navbat bo'lardi. 6 kishi o'tirilardi. Shu nima bizga kartoshkancha go'shi bo'lamiz ish qilib. Go'shi bo'lar, kilki. Biz kilki olib kelardik. Ya'ni baliq kilkisini olib kelib maqib yerdik. Shu paxtalarda Ahrorjon o'rtada yurardi. Paxtada. Shu tepaga ham nima qilmasdi, pastga ham tushmasdi. Misol men 15 kilo tersam, Ahrorjon 20 kilo terardi, 40 kilo terganlar ham bor edi. Epchillar bo'lardi u paytda. Masalan, biz to bir etak terganimizcha 5 etak paxta teradiganlar bor edi-da. 100 kilo olib teradiganlar bo'lardi bir kunda. Men o'sha paytda to'ppa-to'g'ri 20 kiloni zo'rg'a terardim-da. Lekin mehr bilan terardim, toza terardim-da. Tozalab terguncha kimdir shapir qilib bir 100 kilo terib yuborardi. Men o'sha paytda ham toza mehnat qilardim-da. Toza bo'lardi, shular toza edi. Bu 15 kilo terardi, bu tozalab, mendan ham battar tozalab yuborardi shekilli-da. Ko'proq cho'q o'ynatardim. Nima qilib? Demak, bu paxta termagan bu. Bu choy qaynatgan bu. Bir kun kechqurun yarim kechasi 2 ekan, telefonim jiringlab qoldi. Alo desam, Muhabbat degan sinfdoshimiz bo'lardi. Kechqurun telefon qilib, tezda mahalla kanaliga qo'y. Nima bo'lyapti desam, "Voy, Ahror chiqdi" deydi. Qaysi Ahror chiqdi? "Voy, Ahror Usmonov chiqdi, ashulasi aytyapti" deydi. Men ham yugurib borib shosha qo'ysam, haqiqatan ham shunday faxrlanyapti-da endi. Qarang, soat 2 da siz bilan faxrlanib, bizga endi unaqa qilyapti. Soat 2 da bo'lgan bo'lsa, uxlayotgan bo'lishingiz kerak. Uxlab yotgan joyimda. Qaysi Ahror degan savolingizdan ma'lum bo'lib turibdi-da. O'shada men ham haliga qo'rqib ketdim-da, keyin qilsam, Ahror Usmonovmi dedim. Bu shunaqa yaxshi qo'shiqlar aytyapti, mazza qilyapman dedi. Yoshlik paytimizda Muhiddin Darveshev degan bir qiziqchi ustoz san'atkor edi. Repertuarlarini men juda ham yaxshi ko'rardim. O'sha repertuarlarni men yoddan bilardim. Muhiddin Darveshev repertuarlar qiziq latifalardi. Uyimizga mehmonlar kelib qolsa, dadam rahmatli, o'g'lim qani boshla deganlarda o'sha Muhiddin Darveshevni qiziq latifalarni mehmonlarga aytib bersam, rosa kulishardi. Va shu latifalarni sinfda ham aytgan kunlarim bo'lgan. Shu paytgacha gapirmabman. Hech qayerda intervyu berganimda, qiziqchilik qilganimda hech qachon gapirmaganman-da.
haligi ha Maryam opa qaytdingizmi? O'zbekistonga qaytdingizmi? Ha, qaytdik. O'zbekistonlarda qanday hayot desa, Alloh. Latifalar qiziqchi Muhiddin Darveshevni repertuardan askarlar, hali tatarcha nimalari, askarlari, boshqalari latifalar shularni aytib berib, sinfimizni kuldirib o'tirishardi. Mana shu birinchi uchrashuvimiz mana shu maktabda bundan 13 yil oldin bo'lgan. O'rtaq agar esingizda bo'lsa, 83-yil qilib bizga matka qilib chaqirgan sinfdoshlar kelganmiz. Juda ham yaxshi uchrashuv bo'lgan edi. Ana o'shandan keyin biz har yili uchrashadigan bo'lganmiz. O'shanda mana Ahrorjon o'rtog'imiz sababchi bo'lgan bizga. Mana shu har yili uchrashib, bir-birimiz telefonlarimizni olib o'shandan boshlaganmiz. Hammamiz gruppa qilib, bir-birimizni chaqirib, har yili mana shu may oyini mana shu 23, 24, 25 chislolarida uchrashamiz biz. Mana shuning uchun hammamiz mana bu yil 60 ga kirdik, muchalimiz, ham 43 yilligimiz. Mana uni ustiga yana ham xursandchilik narsa, mana bizning o'rtog'imiz respublikamizda biz tanilgan o'rtog'imiz borda, biz shundan juda ham xursand bo'lamiz, faxrlanamiz. O'rtog'imiz sog' bo'lsin ilohim. Shunaqa o'rtog'imiz borligiga biz juda ham xursandmiz. Beshariqni deydilar. Beshariqni deydilar, nomi o'zi tasvirli. Eli ko'p mehnat sevar, dehqonlari tadbirli. Sen shu yurt Panjobisan, hech oqmagaysan kirli. Beshariq menga sening hatto shamoling sirli. Chunki u xuddi onam allasidek ta'sirli. Serquyosh O'zbekistonim, ichra gulzorim mening. Mehnat bilan zafar quchgan faxr iftixorim mening. Farg'ona vodiysi uzra doimiy bahorim mening. Otajonim, onajonim ey, jonajonim Beshariq. Otajonim, onajonim ey, jonajonim Beshariq. Hey! Ahror aka juda ham bir ajoyib dunyoni odamsiz. San'at dunyosi juda ham ajoyib dunyo. Bilasizmi, ba'zi san'atkorlar umr bo'yi piarlar, shovqin-suronlar orasida yashashni istadi. Ba'zi bir san'atkorlar buni istamaydi. Sho'xliklar bo'lganmi sizni hayotingizda ham? Mana bu yo'l, temir yo'li, bu tarixiy bizni yoshligimizdagi esimizda tanibmizki, mana shu yo'l orqali maktabga, mana shu yo'l orqali bog'chaga borganmiz. Bog'chamiz mana bu yerda bo'lsa, maktabimiz narada, markazda. Bizning uyimiz mana bu mahalla. Mana bu mahalla, mana shu yosh daraxtlar nimasidan shu yo'l bilan kelardik. 2-3 ta men bilan birga keladigan qo'shnilarim bordi, sinfdoshlarim. Shular bilan birgalikda mashina qilib shamolga qarshi kelardik. Keyin mana shu temir yo'ldan albatta o'tilardi. Bu temir yo'ldan har yarim soatda, har 15 minutda poyezd o'tardi. Temir yo'l voqeasi bo'lganda. Necha yosh bo'lasiz? 5-sinfda bo'ldim shekilli, 5-sinfda. 12-13 yoshlar chiqmas. Shunaqa. Maktabda mehnat darsida domlamiz juda bir qattiqqo'l, u paytda o'quvchilar yaxshilab kaltagam yeyishardi domlalardan. Lekin kelib ota-onalarga aytilmasdi. Meni falon domla urdi degan narsalar ilgari bo'lmasdi. Uyat bo'lardi. Domla meni urdi deyish uyat bo'lardi. O'sha bir qattiqqo'l domlamiz bo'lardi. Yaqinda olamdan o'tdi, Alloh rahmat qilsin. Shu domlamiz bir kun bizga aytdiki,
5-6 soat mehnat darsi edi. Yashiyni taxtasidan olib kelinglar, randalashni o'rgataman dedilar. Endi qo'yin qarag'imiz esimizdan chiqib qopti-da. Darsga kirsak, kim yashiyni taxtasini olib kelmadi dedi, bir 20 ta o'quvchi esidan chiqib qopti. Shular qatorida men ham turibman endi. Sekin galma-galdan dirsillatib och biqiniga urib kelyapti. Men ham kutib turibman o'zimni galimni-da. Kelib taxta olib kelmadingmi? Yo'q, dedi. O'sha doridan men ham yaxshigina tatib ko'rdim. Nafasim chiqmay qoldi. Aytdimki, keyingi safar taxta kerakmi dedim. Hozir keyingi safarga taxta olib boraman dedim. Uzun katta taxtani ko'tarib oldim, 2 metrdan oshgan taxtani. Olib bordim maktabga. Birinchi soat deylik matematika darsidan ko'tarib, ikkinchi soat ona tili bo'lsa, ona tili xonasiga olib kirdik. Ona tili xonasidan dars o'tgandan keyin rus tili darsi bo'ldi. Bu yoqqa ko'tarib olib kirdik. Ertadan tarix bo'ldi. Tarixga ko'tarib, hali 2 metrlik taxtani. Hali 5-6 soat mehnat bilan joyga shuna borsam, ne ko'z bilan ko'rayki, mehnat xonasi berkda dars bo'lmadi o'sha kun. Taxtdan tashlab yuborsam, shuncha ko'tarib olib yurdik. Tashlab yuborgani ke dedim, olib keta qoling. Keyingi safar yana olib kelarman. Bo'lmasa uy to'la taxta. Yoshlikda. Hali taxtani yana qaytarib, ko'tarib olib kelayotgan joyimizda sinfdoshim bor. Mana shu yoqqa kelganda, mana shu yoqqa kelganda hali bunday qarasam, uchida ozgina chirigan joyi bor ekan taxtani. Mana shu poyiz yo'liga taxtani qo'ysak, poyiz tekis qilib kesib berarmikin degan savol tug'ildi. Bilmadim dedi u. Bir qo'yib ko'raylik, qana bo'lar ekan deb shunda qo'ysak, bir yigit valasapda ketyapti, kattaroq yoshi. Nima qilyapsanlar bu yerdan? Yo'qot bu yerdan, ol bu yerdan taxtangni dedi. Qolib qo'shdagi taxtani ko'tarib, u tarafga u yoqqa olib o'tib zor bo'ladi. Lekin fikringizdan qaytmadingiz? Yo'q. Hali ham o'sha qiziqish turibdi. Qanaqa qilib kesib, to'g'ri kesib berarmikin yoki qanaqa egri kesarmikin degan fikr. Tuzorlarni orasidan men aytdimki, bor dedim, qo'yib kel dedim. Shuni tekis qilib qo'ygin. Endi o'zim borib qo'ysam bo'lardi, endi eplab kelsa kerak. O'zim qo'yam, ko'ndalangiga mana shunday qilib qo'yib keldim. Endi har 15 minut poyezd o'tardi turdim deyapman. Qarasam 5 minut o'tar o'tmasdan poyezd ovozi eshitildi. Poyezd yaqinlasha boshladi. Yurak g'ulg'ula bo'ldi. Iye. Bu taxtani qo'yishga qo'ydik. Poyezd agar taxtani ursa, urdi. Urmasa, ag'darilsa nima bo'ladi? Poyezd ag'darilib ketsa nima holat yuz bo'lish ko'zim oldiga keldi-da. Borib olay desam, poyezd yaqinlashib kelib qoldi. Nima bo'lsa bo'ldi. Mashina qilib tomosha qilib turibdi. Taxta nima bo'ladi? Katta poyezd haligi tovarniy poyezd keldi. Tezroq keldi haligi. Taxtani urib bo'lak bo'lib ketdi haligi taxtada. Men xursandman. Poyezd o'tib ketdi haligi. Taxta chilparchin bo'lib ketdi. Men u taxtaga emas, poyezd eson-omon o'tganiga xursand bo'ldim-da. Xudo o'zingga shukr. Ketaver. Yo'q. Borib haligi taxtalarni qanaqa bo'ldi ekan, nima bo'ldi ekan deganimizni bitta ikkita kimdir ko'ribdi-da, mana shu yerda. Yo o'quvchilar ko'rgan, o'sha maktabda bizni sinfdoshlar yoki o'qituvchilardan bittasi ko'rgan bo'lsa kerak. Bizni taxta bilan haligi poyezd tagiga taxta qo'yayotganmiz. Maktabga bordim, birinchi soatga kirib, daftarlar tarqatishga men yordam berardim. Bering, men yordam beraysam, men ham yordam berinsa olib tarqatardim. Endi bu men uchun bir qanaqadir bir mazza bo'lardi. Keling, daftar bering, men tarqatishim. O'tar! O'z soni qarash. Sen shpionsan, sen usan, busan. Nimaga sen xalq dushmanisan, sen u bu qoluvdi. Dedim, qayerdan ko'rdi? Qayerdan bildi bu meni kechagi qilgan ishimni?
birinchi soatdan ikkinchi soatga o'tdimda rus tili. Yana daftar taqacha. O'tir, bu sonni qara deyapti. 3-soat jismoniy tarbiya, biz jismoniy tarbiyada shug'ullanib turdik. Bittasi kimdir keldida. Tanaffus bo'ldi, Usmonov bilan Jo'raboyevni chaqirishyapti lineykaga oluvdi. Jo'raboyev hali o'rtog'im taxta qo'ygan. Alloh rahmat qilsin o'tib ketdi Hasanboy degan qo'shnim. Shu bilan u qochib ikkinchi etajga chiqib olib tomosha qilib turdi. Men soddaman dedim. Lineykaga chiqdim, mashina Mardonavor chiqib bordingiz. Endi mardonavor deya olmayman men. Majburlikdan ukam o'rtoqlari bilan keyingi ikkita sinf kiyindimi? Ular bizdan ikkita klass keyin. Ular ham lineykaga chiqishgan. Buni qarasaki, akasi men turibman-da, yomon bolalar emas. Akang chiqibdi, akang degan bo'lsa bu uyalganmi, orqaganmi? Uyda endi har xil sharoitlar bo'ladi. Gapimga kirmadi, qulog'im tagiga tars etib qo'ysam, aytib beraman dedi dadam. Nimani aytib berasan? Aytma deb. Nimani aytasan? Qani aytib ber. Nima bo'ldi? Nima dedi? Buningiz dedi lineykaga chiqdi dedi. Nimaga dedi? Poyezdni tagiga taxta qo'yib. Ana dahshat. Endi u o'sha paytdagi ertakda qanaqa tasavvur qilsangiz, xuddi shu narsa jannatda shunaqa. Jannatlarda ko'rishaylik. Nasib qilsin. Yupatolmas hech kimsa uni. Oy chehra qiz yig'lab yotadi. Uzatildi olisga ayxon, to'ylarda sochildi rayhon. Uzatildi olisga ayxon, to'ylarda sochildi rayhon. Ammo mening qalbimda hamon oy chehra qiz yig'lab yotadi. Ammo mening qalbim Juda ham boshqacha nav ekan va juda ham shirin. Endi mana Juda ham shirin, juda ham. Ayajonisi. Nima olsangiz, nima yesangiz shu kelinoyimizga ham ilinasiz. albatta. Mana yarimim-ku. Endi qo'ling. Voy, mazza bo'pti-yu. Shuning uchun chaqirdim-da sizlarni. Dilrabo. Dilrabolardan. Rosa katta edi, kichkina bo'lib qopti. Yo, buni kesganmiz, qurib qoluvdi. Ahror aka, yaxshidan bog' qoladi deyshadi. Bu qaysi yaxshi insondan qolgan bog'? Kim yaratgan bu bog'ni? Albatta otajonim, Alloh rahmat qilsin. Otam bu daraxtni bu yerda yoshi katta bo'lgan daraxtlarni hammalarini otam rahmali ekkanlar. Bu paytda biz yosh bola edik. Undan keyin men ham daraxt ekdim. Bular hali yosh. Sizning daraxtlaringiz ham bor. Bular hali yosh. Endi meva beradigan, ko'p meva beradigan daraxtlar mana o'rik. Va u yoqda ko'p daraxtlar bor, katta yoshli daraxtlar. Ular yoshlik paytimizda otam rahmali ekkanlar. Havas qilib keyin biz ham ekdik. Mana ba'zi birlari mana mevaga kirgan. Endi
Otamni eslatib turadi bu daraxtlar. Onamni eslatib turishadi. Qay darajada erkatoy bo'lgansiz onangizga, otangizga? Oilada o'zi eng erka farzand kim bo'lgan? Erka farzand bu albatta kichkina ukam bo'lgan. Sufra qoqdi deyarlar dada. Men oilada to'ng'ich farzand bo'lganim uchun ko'p mehnatni ham men qilardim. Onam rahmatli meni ham o'g'lim ham qizim deyardilar. Men jahlim chiqardi. Nimaga meni qizim deyapsiz? Sababiki ovqat qilishni ham o'rgatganlar. Kerak bo'lsa uyni pollarni ham yuvardim. U paytda kir yuvilardi, mashinalar, kir mashina eng Kirgiziya degan yumaloq mashina bo'lardi. Bundan oldin kerak bo'lsa yigit kishi o'zi uchun nima kerak bo'lsa, o'zini usti boshini yuvish kerak bo'lsa, yuvishni o'rgatganlar. Ovqat qilishni o'rgatganlar onam rahmatli. Onam kelginlarcha ovqat qilgan kunlarim bo'lgan. Shu onam rahmatli o'rgatgan oshpazlik bilan men paxtada Farg'ona san'at bilim yurtida o'qiyotgan paytimizda 120 kishiga ovqat qilardim, povur bo'lganman. Hali hozir bir ilhom kelib qolsa, uydagilarga taomlardan tayyorlab beraman, xursand bo'lib, shirin bo'libdi deb yaxshi fikr bildirishadi. Buning uchun men albatta onamga rahmat deyman, chunki onam rahmatli o'rgatganlar. Hayotda qanaqa yashash kerakligini otamdan o'rgangan bo'lsam, hayotda yashash uchun nima qilish kerak mumkin? Masalan, o'zini ustivoshini o'zi qarash, uyini o'zi tozalash, ovqatini o'zi qilish, bunaqa vazifalarni onamdan o'rganganman-da. Shuning uchun o'shalarga katta rahmat. Bugungi Ahror ana shu bolakay Ahror orzu qilgan kunlarga, orzularga hammasiga yetisha oldimi? Ha. Afsuslar albatta bo'ladi, qanaqadir bir armonlar bo'ladi. Onam rahmatli, otam rahmatli meni mana o'tgan yili prezidentimiz farmonlari bilan menga do'stlik ordeni taqdim qilishdi. Prezidentimizga rahmat, Madaniyat vazirligidagi mutasaddi do'stlarimizga katta rahmat e'tiborga olganliklari uchun. Afsuslarki, buni otam, onam ko'risha olmadi. Onam rahmatli aytadilar, Ahrorjon, qachon sen unvon olasan? Mana kechagina chiqqanlar unvon olishdi. Sen qachon olasan? Deganlarida To'lqin Tojiyev bir zo'r gap gapirgan. Unvon olinmaydi, unvon beriladi degan. Zo'r gaplar bordi. Onajon deyardi. Endi otam rahmatli 1996-yili 56 yoshlarida o'tganlar. U paytda yetuk Ahror Usmonov bo'la olganim yo'q edi. Muxlislarimiz bor edi. Qanchadir fursat baribir o'zimiz ustimizda ishlash, ijod qilish keyinroq ham bo'lib qoldi. Onam rahmatli aytarlardi, kechagina mana falonchi, pistonchilar chiqishdida ular mana unvonli. Sen qachon olasan deganlarida, onajon, unvon olinmaydi, unvon beriladi. Menga berishsa olaman deyardi. Shu bilan onam rahmatli 2015-yili Allohga topshirdik. Alloh rahmatiga olib joylari jannatdan bo'lsin. Onamdan keyin sekin mana 30 yillik mustaqilligimizdan boshlandi. Ko'krak nishonlari bu berildi. Beayb Parvardigor. 100% bajaryapman deyishni o'zi noto'g'ri. Inson bajara olmaydi 100%. Missiyangiz nima o'zi hayotda? Siz o'zingizni missiyangizni nimada ko'rasiz? Esingdami? Sen tug'ilgan on barcha shodon edi. Sen eding giryon.
shunday yashagilki, ketar chog'ingda barcha giryon qolsin, sen borgin shodon. Mani missiyam ana shu. Bu hayot o'tkinchi. Bu hayotda shunday yashashimiz kerakki, qachonlar bizni ortimizdan yaxshi inson edi. Alloh rahmatiga olib joylari jannatdan bo'lsin, jannatda. Ko'rishtirgin degan, jannatda ko'rishtirgin degan orqada qolgan duo. O'z hozir aytdingiz, yaxshidan bog' qoladi, yomondan dog'. Dog' qoldirishdan Xudo saqlasin. Keyin yana bir shiorim bor. Bizni yomon deganlarga bizdan salomlar bo'lsin. Mana shu hayotda qo'ldan kelgancha ortimizdan yaxshi degan duo, e'tirof va vaqt kelib hamma ham sizni yaxshi inson demaydi. Shunaqangi yashashingiz kerakki, qachonlardir o'shalar ham yaxshi inson ekan. Bizni yomon deganlarga bizdan salomlar bo'lib turaversin. Vaqti kelsa o'shalar ham sizga yaxshiligingizni bilib qolsin. Ahror aka, ota hovlingizga kelganda qaysi qo'shig'ingizni xirgoyi qilishni yaxshi ko'rasiz? Ilhom keladi, sog'inasiz, sog'inch bor, xotira bor. Qaysi qo'shig'ingizni xirgoyi qilgingiz keladi? Albatta Beshariqqa tegishli bo'lgan. Besharig'im qo'shig'im bor. Besharig'im Serquyosh O'zbekistonim, ichra bir gulzorim mening. Mehnat bilan zafar quchgan faxru iftixorim mening. Farg'ona vodiysi uzra doimiy bahorim mening. Otajonim, onajonim, jonajonim Besharig'im. Ta'riflayin sening dong'ing, omon bo'lsam yiroqlarga. Seni deb men chidagayman sonsiz kelgan firoqlarga. Bu she'rni men 1985-yil yozganman-da. Endi u paytda yosh. Ha. Yo, to'xtang. 1981-yil yozgan ekanman. Mendan so'rashganda men har doim Beshariqlikman deb kelganman-da. Sabab Beshariq degan joy borligini, Beshariq degan bir yurt borligini, u qishloqmi, u shaharchami, u kelajakda nima deydi, nurli shaharlardan biri bo'ladigan inshaalloh. O'zini joyidan, o'zini yurtidan, o'zini vatanidan faxrlanish kerak-da bu. Kim bo'lsa ham. Shuning uchun ta'riflayin sening dong'ing, omon bo'lsam yiroqlarga, seni deb men chidagayman sonsiz kelgan firoqlarga. Kerak bo'lsa tenglashayin yoki tenglashaman spantamano shiroqlarga. Tanu jonim, yurak qonim, sof vijdonim Beshariq. Besharig'im. Oq oltini u paytda Kirov rayoni juda katta rayon hisoblangan, paxtada birinchi o'rinda turgan, paxta yetishtirish bo'yicha. Oq oltini chorvang, g'allang, pillang bilan bo'lgin sarkor. Mehnat bilan birgalikda avjga chiqsin to'yu yor-yor. Oz bo'lsa-da dilidagini senga yozdi o'g'ling Ahror. Gulistonim, sharafshonim, tanujonim Besharig'im deb o'sha paytda niyat qilib yozganman. Do'stiyar ham yiroqlashib, sekin adovatlar yanadir borgan sari. Bugun yana bir uyga qaytishning olis va mashaqqatli yo'llarini bosib o'tdik. Bu qaytishlar sizga, bizga ko'p narsani o'rgatadi, xotirlatadi, eslatadi. To'g'ri, ba'zan og'riqli, lekin
quvonchli xotiralar ham bor. Ana shu quvonchli va og'riqli xotiralar bag'riga uyga qaytishning yana olis yo'llarida to'xtuncha. Borgan yerim Buxoroyu Farg'onadir. Borgan sari ko'nglimiz ham vayronadir. Borgan sari ko'nglimiz ham vayronadir.